Xo'sh. Pulni o'g'irladim. Endi buni qayergadir yo'q qilishim kerak. Tak nimadirga ishlatib yuborsammikan a? Do'kon qurib yuboraymikan a? Qishloqda bitta do'kon bor ekan, ikkita bo'ladi. Do'kon ochaman, lekin kimgadir qurdirishim kerak, o'zim qurishni bilmayman. Ketdim, kimni topib kelay. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Joha va sizlar meni yangi video roligimdasizlar. Do'stlar, tez kanalga obuna bo'linglar, chunki sizlar kanalga obuna bo'lmasdan videolarni kuzatyapsizlar. Bu juda ham yomon degani. Prosta tak obuna bo'lish juda ham oson ish, bilasizlarmi? Sizlar nimagadir qiyin ish deb o'ylayapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar, bilmadim. Shunday kanalga obuna bo'lish degan tugma turibdi, pastda ko'ryapsizmi? O'shani bosing. Bir nechta kanal chiqsa, hammasiga bosib tashlang, hammasiga like ni bosing, video o'rgach ko'ring. Tamom, sizdan hech nima so'rayman, jigar. Короче, bugun qishloq juda ham tinch. Nimagadir mana shu yetel yomon-ku, men polizimga qarayapti, to'g'risini aytsam. O'g'irlik qilmoqchimi yo nimadir qilmoqchi bo'lyapti. Men o'shaning uchun tez chiqib poliz yig'ishtirib olmasam, bu nimadir ishni boshlab qo'yadi-da. Stop. Mana qanday turgan? Mana shunaqa turganda. Xo'sh. Voy qishloqqa, nimaga meni polizimga ko'zalaytiryapsan? To'xta, menga qara. Qochib tur, ekran to'sayapsan. Yaramas, bu poliz men. Voy, sen bezbetmisan? Xohlasang bez quloqman, tushundingmi? Yo'qol oldimda turma, ekran to'sayapsan. Bu poliz meni polizim. Meni polizimga qarash mumkin emas, tushundingmi? Yo'q, tushunmadim. Nima qila olasan? Nima qilishimni ko'rsataman. Ketmomini belingga solaman, oyog'ing sinib ketadi. Qanaqasiga belib ko'rib oyog'imni sindirasan? Hozir qara, kallangga ursam oyog'ing sinadi. Qanaqasiga kalla ko'rsam oyog'ing. Nima deyapsan? O'zbekcha gapir. Sen menga men qirg'izcha gapiryapman. Yo'qol uzoq qo'yni. Boray, bu mana qo'shni polizga qarab o'tiryapman. Men polizimga ko'zalaytirma, o'lasan. Bo'ldi. Asabiylashmaymiz jigarlar. Sekingina poliz yig'ishtirib olaylik. Mana keyin aqli kirib qolsa kerak keyin. Poliz yig'ishtirib olamiz. Tak. Xo'sh. Qarama dedim men senga. Qotib qoldi nimadir. Xayol suryapti. Endi nima qilsam ekan, bu qarashga qo'ymayapti meni deb o'ylayapti. Obbo, men senga o'zbekcha gapirdim. Yo'qol dedim polizimni oldidan. Senga nima? Prosta turgim kelyapti shu yerga. Yo'qol, prosta turging kelmasin. Turgim kelyapti baribir. Senga gapirgan befoyda ekan, sen вообще g'irt bezbet ekansan. Ana Gargamelni bezbet Sumurov deb mana bezbet degan pishagi bor edi, mushuk. O'shani g'irt o'zi ekan, qaranglar. Qarab o'tiribdi polizimga. Polizimda hech narsa yo'q. Bu yerda hozir hech narsa yo'qligiga qarab o'tiribdi. Men bilmayapman nima bunday qilyapti. Jinni o'qib qo'ygan menimcha. Yo'g'ay qaraqay, unaqa emas. Miyamga yomon xayol kelyapti-da. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, dabdala bo'lib ketardi. Bu polizlar assalomu alaykum. Johamsan? Ha, Johaman. Bu yoqda aylanib kel, gap bor. Bo'pti, o'z boraman bratan. Keyin egamiz polizdagilarni, bratan kim ekan? Yerdan chiqib keldi bratan. Qanaqa yerdan chiqib kelgan eman? Hayron qolyapman bratan, qayerdan? Ha, bratan, nima gap? Joha, yaxshimisan? Yo'qollaring, yo'qol. Kakras o'shalar qo'yib gapim bor senga. Ha, bemalol. Короче, meni qishloqlar tavsiya berdi, seni menga do'kon qurish kerak. Qurib bersanmi? Albatta, pulni bersangiz 3 quraman bratan. Bo'ldi, puldan muammo yo'q. Ushla mana bitta, ikkita, 3ta. Tak, hozir tashaveraman, olaver. Tak, 3ta bo'ldi, 4ta. Tak, 5ta. Tak, menim bo'ladimi? Ha, bo'ladi bratan, addushi. Короче, hozir xomashyolarni ham beraman, avval. Tak, mana. Obsidiandan ham qurish kerakmi? Ha, shoshmay tur. Bedrock nima, qanday quraman, jinnimisiz brat? Bilmadim, u seni problemang. Men pulni berdim. Короче, zo'r qilib qurib ber binosini, ichini o'zim to'ldirib olaman. Короче, sen quraver, men kelaman, hozir borib ichini to'ldirishni narsa olib kelaman. Bo'pti brat. Boshimga qush, baxt qushi qo'ndi desam ham bo'ladi. Menga qara. Hozir bino nima bu g'alati jitel? Bu qishloq mana shu jitelni o'ldirib yuboraymikan? Kommentariy yozib qoldiringlar, buni qanaqa qilib tarbiyalasak bo'ladi? Hozir nima qilsam bo'ladi buni? Keladi, polizimga qaraydi, qotib turaveradi, ketadi. Keladi, polizimga qarab turaveradi, qotadi, ketadi. Nima qilsam bo'ladi? Kommentariy yozinglar. Umuman tushunmayapman yaramasdan nima qilishgaman. Balki sizlar aytgan ishni qilib ko'rsam, keyin yaqinlashmay qolar. Yana nimadir bo'lishi mumkin. Bilmadim, xullas sizlardan yordam so'rayapman, o'shaning uchun kommentariy yozib qoldiringlar. Xo'sh. Ana endi do'kon qurish kerak. Endi do'konni qanday qurishni ham sizlar iloji bo'lsa kommentariy yozib qoldirsanglar zo'r bo'lardi, chunki lekin men bitta problema o'ylantiryapti halim. Obsidian bilan mana bu bedrockni qanday sindiraman men? Qanday sindirishim mumkin? Agar sinmay qolsa, noto'g'ri qo'yib yuborsam qanday sindiraman buni? Bu narsaga miyam aqlim yetmayapti, lekin to'g'risini aytsam. Hozir bir amallaymiz, to'xtanglar. Avval tekis joy topib olishimiz kerak.
o'zi bratan aytdi-ku, tekisroq joyda qurib yubor deb. Lekin dedimi, demadimi? Menga degandek tuyuldi, lekin dedimi, demadimi bilmadim. Tak, mana shu yer tekis ham ko'chani ustida ham qishloqlarning uy yaqin joy, mana shu yerda qurib yuboraman, короче, chiroyli qilib. Do'konmisan do'kon bo'ladi, o'zi ham вообще такой do'kon bo'ladi. Tabiiyatda yer qaziymiz birinchi o'rinda anchagina. Tak, xo'sh, mana bu qatorni ham qazib olsammikan? Tak, bu yer yo'l bo'ladi. Yo'lli joyini birinchi cho'tki qilib qazib olsak, bu yerga yo'lga tosh qo'yib yuboramiz. Mana blokni olib tashlaymiz-da. Bu yerda nimaga qazib yubordim? Mayli, to'xtanglar. Tak, buni bu yerga olamiz va buni bu yerga olamiz. Hozircha kerak bo'lmagan bloklarni olib qo'ysak ham bo'ladi. Buni yer dostiga qo'yib yuboraylik, chunki hozir bu yerga qo'yishni hojati yo'q. Tak, buni olamiz, buni ham olamiz. Aynan qancha kattalikdagi do'kon qurilishini o'ylab ko'rishim kerak. Xo'sh, mana bu yerdan bir qator cho'zadigan bo'lsam, yo'q. Yaxshisi mana bu yerga qaytarib qo'yamiz-da. Ana endi qurishni boshlaymiz. Xo'p, uzunligi mana shunaqa, kattaligi esa mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, do'konda nima sotishini bilmadim, lekin bratanda lekin yuzida nimagadir niqob bor ekan. Bratan qanaqadir o'g'rimi yoki nimadir bilmadim. O'g'ri bo'lsa ham menga qizig'i yo'q, menga pulimni berdi, men qurib beraveraman. Lekin qurib bermasligim kerak, chunki u pulni qayerdan olgan? Kimni pulini o'g'irlagan? Balki o'zimni pulimni o'g'irlagandir desam, o'zimni pulim yo'q. O'zimni pulimni aniq o'g'irlay olmaydi. Yo'q pulni qanday o'g'irlash mumkin? Kommentariy yozinglar. O'g'irlab bo'lmaydi yo'q pulni. O'shaning uchun mana shu qanaqa shubhalanishim kerak emas u bratandan. Xo'sh, bratan ham tirikchilikni mana shu o'g'irlik bilan qilyapti-da. Tak, mana bu yerga mana bunaqa blokdan qo'yamiz, ya'ni tosh blokdan yo'l qilamiz. Chunki mana bunaqa grey blokka o'xshash blok bo'lgani uchun tak, yer qismini bedrockdan qilaymi? Da, bedrockdan qilamiz. Nima, men Minecraft yer ostiga kelib qoldimmi deb o'ylash kerak kelgan odam, do'konga kelgan odam. Lekin juda ham ehtiyotkorlik bilan qo'yish kerak, chunki agar noto'g'ri qo'yib yuborsam, buni olish bu problemani otasida. Bu sinmaydi oddiy kirkalarga. Bunga bilmayman qanaqa opishi sinmaydi adashmasam. Bu sinishi uchun Minecraft udalt qilib yuborish kerakmi yoki nimadir qilish kerak, короче. Aniq Minecraft udalt qilib yuborish kerak menimcha. Voy, bitta ortib qoldi. Dahshat, qaranglar, bir dona ortib qoldi. Buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Buni mana shu yerga qo'yib yuboraymikan? Yo'q, yo'q. Buni qayerga qo'ysak bo'ladi? O'rtaga qo'yamiz, to'xtanglar. Shu do'konni o'rtasiga qo'yamiz. Takoy turadi. Wow, ana endi mana bu narsadan bunaqa qilamiz. Tak, o'rtada ikkita blok. Obsidian, mana bu narsa emas, bu obsidian. Obsidiandan eshikni ustini qilamiz, mana. Dahshat chiqyapti bor. Bunaqa do'konni umrimda qurmaganman. Yo, nafaqat do'kon, hech narsa qurmaganman bunaqa bloklardan. Tak. Obbo, buni qanday sindiraman endi? Bu sinmaydi-ku, ha? Sinmaydimi? Yo'q. Nimaga qo'lim qiyshiqlik qildi shu joyga? G'alati bo'lib qoladi do'kon, xunuk bo'lib qoladi. Iloji yo'q, endi olib bo'lmaydi baribir. Kreativga o'tib sindirishim mumkin, lekin kreativga o'tib bo'lmaydi, chunki men hozir qishloqdaman. Qishloqda bo'lmaganimki kreativga o'tsam bo'lar edi. Mana buni sindirish mumkin, bu qiyshiq qo'ysam. O'zi bilardim qiyshiq qo'yib yuborishimni. Bilib turib nimaga qiyshiq qo'yib yubordim, ha? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi endi. Tak. Xo'sh, muhimi tosh blok yetsa bo'lgani, lekin tosh olib kelish bes problem, chunki unchalik uzoq emas. Bizni shaxta jonimiz, shaxta jonga boramiz. Tosh ber deymiz. Ma deydi, toshni olib kelamiz deb qo'yib yuboramiz. 13 tagina toshim qoldi. 7 ta. Tak, tugadi. Tosh, bu yerda bitta ortib qo'ygan ekan. Tak, buni ham qo'yib yuboramiz va yana tosh topish kerak. Shaxtadan borib tosh olib kelaman. Qayerda shaxta bor edi? Shu yaqin atrofda qayerdadir shaxta bo'lishi kerak. Bu tomonda emas, mana bu tomonda ekan. Tak, bratanga shunchaki binosini qurib bersam bo'ldi, qolganini o'zim qilaman dedi. Endi o'zi qanday tartibda qiladi, uni o'zi biladi. Hozir mana shunday bino quraman-da, uyimga qarab suraman, chunki pulini olganman, boshqa narsasi bilan ishim yo'q to'g'risi. Tak, aynan nechta tosh ketishini bilmadim-ku, lekin 20 talar tosh etsam bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, okey. Eshik deraza menga olib kelib bermadi bratan. Agar eshik deraza olib kelib berganga birdan hamma narsasini tayyor qilib berardim, ammo aytganimdek olib kelib bergan yo'q bratan. Olib bersa zo'r bo'lardi-da. Tak, buni bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, bu tomonni ham xuddi ashnaqa qilamiz. Bu tomon bitta, bu tomon ikkita bo'lib qoldik. Mayli. G'alati bo'lib qoldi lekin. Bo'pti. Короче, bizga taxt, stop. Buni yarmidan taxta qilamiz. Hammasidan taxta qiladigan bo'lsak, juda ham ko'p taxta bo'lib ketadi. Tak, verstak kerak emas. Menga verstak nimaga yasadim, o'zim ham bilmayman. Tak, hozir xo'sh, bu yerga ikkita qo'yib ustiga chiqib ustini yopishga mana bunaqa sharoit qilib olamiz.
Xo'p, endi esa biz ayyorlik ishlatamiz, bilasizlar, doimo ayyorlik ishlatganman o'zi. Tak, mana bu qatorni eshikdan chiqib qo'yamiz. Tak, bir qator chiqarib qo'yish kerak o'zi. Как раз mana shunaqa chiroyli turadi. Bir qator chiqarib qo'ysak, tak, bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, tak, mana. Xo'p, bu tomonni endi mana shu yerdan olamiz va mana. Qo'yilmabdi-ku. Hozir qayta qo'yamiz, to'xtanglar. Mana. Tak. Mana. Qo'ydimmi? Qo'ydim. Da, qo'yibman. Tak, endi qolgan joyini ham xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Mana. Всё normal. Ichidagilarni olib tashlaydi. Lekin deraza qoldirish kerak qayerdandir. Lekin birata menga deraza olib kelib berganiga birdaniga qo'yib ham berardim, lekin olib kelib bermadi. Endi o'zi qo'yib oladi, o'zim qilaman dedi-ku ichidagi narsalarni. Ichidagi narsalar bilan men ishim yo'q, to'g'risi. Tak, bu tomondan bitta olsak, nechtaga nechta bo'lib qoldi? Menimcha teng bo'ldi. Ha, teng bo'libdi. Bu tomondan ham 3 tagina ochamiz va juda ham ajoyib va chiroyli bo'ldi. Xullas, bu do'konni kommentariyaga tushib belgilab keting, baholab ketinglar. Qanaqa o'yna bergan ekan, to'xtanglar. Nima eslatmaysizlar menga? Men o'yna berib ketgan ekan biratan. O'sha o'ynalarni qo'yib yuboring. Tardirovni udar o'ynalar berib ketgan ekan biratan. Bittasi jalga ketdi. No, qolgan jalga ketmadi. Bittasi jalga ketgan bo'lsa ham, tak, mana toshni yerga tashlama, tentak eshik bermay ketgan ekan biratan. Eshik berib ketganga eshikni qo'yib yuborardim. Mana bunaqa blok berib ketgan, bundan shefer qilib yuborsak bo'ladi. Mana. Udar chiqdi. Короче, kommentariyada baholanglar, men ketdim, uxlayman, короче. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, obuna bo'linglar.